Zulhijja oyining 10 kuniga Alloh subhanahu va taolo Qur'onda qasam ichdi. Va bu qasam ichish bandalarning qasamiga o'xshamaydi. Bandalar qasamini o'zining rostgo'yligini isbotlash uchun ichsalar, Alloh subhanahu va taoloning ichgan qasami Qur'onda bir narsaning ulug'ligini bayon qilish uchun. Demak, Zulhijjaning 10 kunligini bayon qilish uchun Qur'onda qasam ichildi. Hatto tahqiq qilgan ulamolarimiz aytadilarki, Ramazonning oxirgi 10 kuni kecha yuzasidan muhtaramdir. Ammo Zulhijjaning 10 kuni kunduz yuzasidan muhtaramdir. Ramazonning oxirgi 10 kechasida qilinadigan ibodatlar bor. Ammo Zulhijjaning 10 kuni ro'zalari bilan va boshqa ibodatlar bilan mashhur va muhtaramdir. Ayniqsa Arafa kuni, 9-kuni. E'tibor qilsangiz, Qadr kechasini Alloh yashirgan bo'lsa-da, ammo biz buyuk ehtimom bilan, kuchli bir qasd bilan uni ihyo qilishga kirishamiz. Hamma Qadr kechasida to'planadi, lekin Qadr kechasini Alloh yashirgan. Biz bir kechani shu Qadr deb qasd qilib qilamiz. Ammo Arafa kunini Alloh subhanahu va taolo aniq qilib qo'ygan birodarlar. Zulhijjaning 9-kuni Arafa kuni deb qo'ygan. Zulhijja oyi kirishi bilanoq Arafa kuni ma'lum bo'ladi. Arafa kunidagi ijobat qilingan duocha boshqa kunda duo ijobat bo'linmaydi degan hadislar sharaflar bor. Arafa kunida ozod qilinganday do'zaxiylar boshqa kunlarda bunchalik ko'p ozod qilinmaydi degan hadis sharaflar bor. Hatto Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar alayhisalom aytganlarki, Arafa kunining eng yaxshi duosi mening va mendan oldingi o'tgan payg'ambarlarning duosidir. U la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodirdir deganlar. Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Arafa kunining mashhur duosi mana shu. Qadr kechasida qaysi duo mashhur edi? Hazrati Oysha onamiz radhiyallohu anha so'radilar: "Ya Alloh rasuli, qadrni topsam nima deb duo qilay?" deganlarda nima deb o'rgatdilar? Qaysi duo mashhur edi? Allohumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allohim, sen afv qilguvchisan, afv qilishlikni yaxshi ko'rasan va meni afv qilgin deb. Ammo Arafa kunining mashhur duosi la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. Ammo bu duoning matnini o'qisangiz, bu yerda duo yo'q. Bu matnda Alloh subhanahu va taoloning zikri bor. Lekin Allohni zikr qilish, azizlar, duodan kinoyadir. Buni hamma yaxshi biladi. Va duodan ko'ra afzaldir. Alloh subhanahu va taolo aytgan: "Bandamni meni zikr qilmog'i, Qur'on o'qish yoki duo qilishdan chalg'itsa, Qur'on o'qimog'i va meni zikr qilmog'i menga duo qilishdan chalg'itsa, duo qilgandan, so'ragandan ko'ra ortig'ini unga ato qilaman" degan. Shuning uchun Arafa kunida rivoyat qilinayotgan duoning matni zikr kayfiyatida bo'lsa-da, lekin bu duodan kinoyadir va payg'ambar alayhisalomdan marviydir. Holbuki biz bu duoni har namozning oxirida qilamiz. Payg'ambar alayhisalomdan ma'sur duodir bu. Har namozning oxirida bu zikr ketadi. Endi aytadilarki mashoyixlar, yashirilgan Qadr kechasini shunchalik ibodat bilan uyg'oq o'tkazamiz. Ammo nima uchun ochiq va ma'lum bo'lgan Arafa kunida sustlik qilamiz? Kimning Arafaning ashiyasini xoli qilmoqlik imkoni bo'lsa, shuni qilsin deganlar. Ashiyasi degani asrdan Shomning azonigacha bo'lgan vaqt. Arafat tog'ida hojilar shom namozi uchun quyosh botayotgan mahalda o'sha tomonga qarab duo qilish payg'ambar alayhisolamdan sunnat ekanligini bilishadi. Eng duoning o'rni quyoshning botish chog'ida unga qarab turib qilingan duo. Va boshqalar ham bu hojilar uchun emas faqat. Butun dunyodagi mo'min musulmonlar Arafa kuni asr namozidan keyin to shom namozining azonigacha duo ijobat bo'ladigan soat deb biladilar. O'shanda xoli bo'lsa duoni qilsin dedilar.
Solihlarımizdan birlari aytdilarki, men Arafaning ashiyasini duo bilan o'tkazdim, ya'ni asrdan shomgacha. Va 1 yil o'tmasdan duoyimda so'raganlarimning ijobat bo'lganini oppoq tongni ko'rgandek ko'rdim deydilar. Biz kecha buni jamoatga bayon qilib, ularga eslatib qo'ydik va jamoa, butun musulmonlar o'ylaymizki, inshaalloh karim Arafa kunining duosidan mahrum va yoki quruq qolmadilar. Alloh taolo o'zi ijobat qilsin.